Bugungi videoni biza qishloqda olamiz ukamni. Albiya aka. Kimdir chaqiryapti. Albiya aka. Hozir chiqib ko'raydi. Albiya aka. Ha, kiring. Qishloqda aylanaymi? Ha, aylanib kelamiz. Ha, mana bu meni ukamni uyi. Sandig'ini ko'rsating. Yo, ko'zing ko'rsin. Mayli, mana. Ha, endi bir aylanib kelaylikchi. Mana bu yerdami? Uyda orqasidami? Yo'q. Ha, uyda orqasidaman. Ketdicha yana ana bu. Kamron. Ana bu soliqlar haqida eshitdingmi? Ular bugun yig'ib olgan ekan. Senga bir stak zumrad pul bormi? Menga ham bor. To'lab kelamiz birga borib. Ha, menga faqat bir stakkina bor. Ovoda sanam. Ha, mana to'lab kelamiz. Mana shu yerlarga qarg'adirda. Mana manirga ekanki oq kiyimli. Mana shu. Hamda ko'raylikchi nima qilyapti ekan. Ha? Hamma kelinglar. Ha, men soliqlarni to'lamoqchi edim. Ha, mayli, o'z bugun olish kerak. Nima qilyapsan, Kamron? Kamron, naqva, bosib ko'paytirib olaman. Bir stakni kun, men 2 stak berib ketdim. Ha, va nima qilyapsan? Qochib ketyapti kimi? Nima qilyapsan, Kamron? Nima deyapti? Sen ko'p to'lab bording. Ko'p to'lab bording. Yaxshilikka nima aytaman? Nima dedim? Men kerak emas. Nima? Olmadim. Olgandirda sen ko'rmading. Olla. Qara, manirlar buzilib ketdi. Nima bo'ldi, Kamron? Dinamit tushdimi? Aka portlatdi. Birlarni to'g'rilash kerak. Sen to'g'rilaysan-da. Nima qildim? Sen nima qilyapsan? Nima qilishing kerak, Kamron? Suvga tushirib yuborishing kerak meni. Ha, bo'ldi, to'xtadi. Buncha sen otib boryapsan. Ana endi men sen otib boraman. Ha, bo'ldi, normalniy bo'ldi. Normalniy gapir. Tepaga chiq. Aman sindirib chiqdimi narsalar? Sen bo'lsa chiqma men yo'limdan. Ha, menga hech nima narsa qolmadi. Mana uyim va mashla bor. Bo'ldim ikkita o'p qopdimi? Nima? Mer zumratlarni, hokim zumratlarni olib ketmabdi. Bo'lmasa men olaman, menimcha olib ketish esdan chiqqan. Bo'ldi. Hech kim bilmaydi endi. Ha, Kamron olib boraychi. Nima qila olasan? Hech nima qila olmaysan. Ha, mana shu narsalardan endi sandiq yasaymiz. Tezroq bo'lish kerak, Kamron kelyapti. Portlatyapti. Yo'q, aka meni portlatma. Portlatganim yo'q. Men nima qildim men? Portlatyapti. Turchaklarni bilaman. Turjaydimi?
Bir stak ko'p qoldimi Zumratim? Men narsalarim ko'payib qoldi erkam. Mani bitta urdi, hozir ko'payib qolay yana narsalarim. Bu. Ey, bermanga. Men kesdi. Barsan ishlab olaman lekin Kamron qochsa ishlab olaman. Kamron qochsa ham ishlab olaman baribir. Hozir rahmating chiqaraman. Kelasan. Endi yo'l qolmadi. Suvdan suzguningcha sen sekin suzasan. Suzishni bilmaysan. Bachcha, sen bachcha. O'zi menga 2 stak bor edi. Hokim Zumratlarni olishdi, esdan chiqargan ekan. 1 stak ko'p qoldi menga. 2 stak Zumrat oldim, sak bilan makin. Hokim esdan chiqarib olishdi. Keyin men oldim, ikkovini ham 1 stak ko'p qolibdi. O'sha 1 staki menga sanki qolib ketgan. Yoki menga unutgan olishdi. Nima qilyapsan? Puling tugasa nima qilasan, Kamron? Nimadir biznesmi, nimadir qilmaysanmi? Shunday qilib bolalar, bugungi videomiz tugagan. Agar bugungi video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yozda oxirigacha 500 ta obunachilik bo'lmoqchimiz. To'g'rimi, Kamron? Shu uchun tezroq obuna bo'linglar. Keyin bo'lsa shu videoning keyingi qismlari chiqar, ya'ni keyin ko'proq videolar olishni boshlayman. Hammaga xayr. Sizlar bilan Alibek Player va Kamron bo'ldi.